Assalomu alaykum do'stlar. Bizni kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz, sog'misizlar. Bugun Xudo xolasa mana yangi kun 29-sentyabr, dushanba. Ishni boshlab. Soatimiz 7:26. Birinchi zakazni oldik biz. Kutib turibmiz. Bagration 46 dan Shiryam va 11 ga. 8:25 minut, lekin probkalar Platina пока что ochiq ko'rsatyapti. Yubileyni ichidamiz. Ko'ramiz. 25 minut ko'rsatyapti 8 kilometrga. Havolarga kelsak, quyosh sekin chiqyapti. Mashinamiz tashqarisi kirri ozgina, ichkarilari rodi toza. Klientimiz chiqdi. Birinchi mijozimizni olib kelib tushirdik. 33 minutda keldik. Probkalar yaxshigina. Itogo 894 rubl, 273 rubl Yandex qo'shib beryapti. Biz aeroportni yonidamiz, почти. Aeroportdan zakaz tashlasa kerak. Siniy zonaning ichiga kirdik. Kutyapmiz keyingi mijozimiz, zakazimizni. Zonamiz 1.9 ko'rsatyapti. Пока что o'chirdamiz. Irkutskda aeroporti, do'stlar, birodarlar, ikkinchi terminal. Bu ikkinchi terminal degani u Irkutskdan Rossiya bo'ylab uchiladi. o'ng tomonda 3-terminal, yangi aeroport. Bu yerga Rossiyadan kelib qo'niladi. Ya'ni shu 3-terminalga tushiriladi shu yerdan. 2-terminaldan uchiladi. Chap tomonida hozir ko'rinmayapti. Международный aeroport. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Xitoy, Vyetnam yerlarga ketiladi. Пока что yo'llar remont bo'lyapti. Hali bitgani yo'q polностью. Hamma yo'lni kavlab bilmaymiz. Balkim qor yoqqungacha o'tib ketsa kerak. Zakaz kutyapmiz. Hozircha bergan yo'q. 5 minutdan beri kutyapmiz. Irkutskda aeroporti почти shaharda ichida. Shaharda kindigidan где-то 7 kilometr masofa yo'l. Qaysi rayonda bo'lsangiz 7, 8, 10, 12 kilometrgacha yetib kelsa bo'ladi. Ya'ni demoqchimanki, probkada ham yarim soat 45 minut, maksimum 45 minutlik yo'l. 40 nimada probkada. Agar probka bo'lmasa, 15 minutda yetib kelsa bo'ladi. Bizga zakaz berdi. Noy razvodnayaga beribdi. 3-terminaldan kilometri 10 kilometrga borishimiz kerak ekan. 9,5 10 kilometr ekan. 16-17 minut ko'rsatyapti. Qani ket. Ana xolos dedi. Вот это да. Qazimiz отказ qildi, lekin o'rniga boshqa zakaz berib qo'ydi, chunki пока razvorot qilib kelganimizgacha probkada kutgisi kelmadi shekilli. Aeroport ichiga kiraverish probka. Bizga Zelyoniy berikka berib qo'ydi, Yershovskiga, yubileyniga. Bu ham adashmasam 9 kilometr yo 10 kilometr bo'lishi kerak. 10 kilometr ekan. Mayli, yubileyniga bo'lsa yubileyniga. Endi bu ham отказ qilmasa bo'ldi. Пока что kirganimiz yo'q hali aeroport ichiga. Endi ketyapmiz. Yo'llar remont bo'layotganini hisobiga turibdi, hamma yo'q. Ikkinchi mijozimizni olib keldik. Shu ozgina yetmasdan tushib qoldi. Magazinda tushirib qo'ying dedi, udachada. Zavyeshni qilamiz hozir 678 rubl. Yandex ham qo'shib bersa kerak. 287 rubl qo'shib beryapti, 965 rubl. Biz yana bitta zonaga ilashar ekanmiz. Yubileynida turibdi, 1.9. Soatimiz 8:38. Endi ikkita zakaz qildik. Yana bir zonaga boramiz. Bonus qo'shib beradigan joyga. Bittaga o'sib qolamiz, xudo xolasa.
Rayon Zelyoniy Bereg, Yershovskiy. Krishalar zelyoniy turgani uchun shunday bo'lsa kerak, bilmadim endi. Arqa tomonlar les edi. O zaman mashinani propuskat qilishim kerak. Tezroq haydamadi. Yo'llarni ko'ryapsizlarmi? Chiqib tushish. Bitta mashina sig'adi. Daraxtlar ham uchun sarg'ayib, kuz kelib. Ko'p daraxtlar uchun sarg'ayapti. Zonamızın ichiga kirib keldik, yubileyniga tushib keldik. Kutyapmiz akasi, yoqib qo'ydik. 1.9. Ko'ramiz qayerga beradi. Faqatgina shu sentrga bermasa bo'ldi. Keyingi zakazimizni oldik. Rakitniga berdi. Yujniy Parkdan Rakitniy 16A kutib turibmiz. 13 kilometr. Eng kam ko'rsatayotgan kilometr 13 kilometr ekan. O'shanda biz через Юбилейный, Старокузьмихинский deyapti, Akademический и Rakitniyga kirib ketar ekanmiz. Silvermol tomonda. Mayli kutyapmiz klientimizni. Avtolar chiqdi, quyoshlar chiqib, kunlar isiyapti endi. Yubileyniy arqa tomoni, Yujniy Park, leslar do'stlar. Hamma yo'q les. Toza havo, yoz zamonsi. Pastlarga tushib shashlik qilib yesa bo'lsa kerak, tixa. Keyingi zakazimizni olib keldik. Mijozimizni 26 minutda kelibmiz. Zaverishni qilamiz. Rakitniydamiz. 407 rubl bonus qo'shib beryapti. 1071 rubl. Bizda уже hamma yoq zonalar tugadi. Soatimiz ham 9:19 bo'libdi. Endi yoqib, berganini olib ishlayveramiz. Ko'ramiz qayerga beradi ekan. Rakitniydamiz. Bu yerlarda nimalar ko'p? Ishxonalar. Qanaqa ishxonalar? Gazabeton и stroyga ishlanadigan butun nimalar mashinlarda ishlanib chiqiladi, zavodlarda. Stroy materiallari, to есть tenoblok deysizmi, и akfa, shunaqa narsalar ham bor. O'zimizgilar ham nihoyatda ko'pchilik ishlaydi. Bazalar ko'p. Zakaz berdim. Yo'q, hali bermabdi. Kutyapmiz. Zakazimizni qayerga berar ekan? İşimizni davom ettiryapmiz, birodarlar. Bizda уже mana chaspiklar boshlanib, oxirlab, tugab qolyapti. Bugun kuni bo'yi karatish zakazlar oldik, korotkий bo'lib ketdi. Kamida bilmayman 27 tamiz zakaz qildik. Poka plan to'lgan yo'q. Ishlayapmiz, hozir yana berdi, 2 kilometrga berdi. Olgani ketyapti ekan, Silvermol tomonlar, uni yo'llar уже ochilib qolibdi ekan. Soatimiz ham 7 bo'lyapti, 7 bo'ldi. Olgani ketyapmiz hozir kelyapti. Qayerga berdi uni? Morojenskiy 18 dan Sinyushkaga berdi. Necha kilometr? 2.9, 3 kilometr. Bugun to'lkash 2 kilometr, 2,5 kilometr, 250, 200, 180, 300 gacha bo'lgan nimalar, sifralar. Ko'ramiz. Mayli, barakasini bersin. Sel bergan kuni bunaqa zakazlarga zo'r bo'lib ketadi. 120 taga sel bergan kuni 1 haftalik, hozir 2 haftalik qilib qo'ygan. Bunaqa zakazlar bermaydi. To'lka shu 7 kilometr, 8 kilometr, 10 kilometr. Korotkий zakazlar bo'lmaydi.
kunduzgi zakazlarni olmadim. Chunki sizlarni qimmatbaho vaqtlilarni ham olishga nima qilmadim. Начале konse qancha nechta zakaz qilganmiz shuni ko'rsatamiz bo'ldi do'stlar. Fikrlaring bo'lsa bemalol kommentariyga yozinglar, savollar bo'lsa yozsalaring javob qilishga harakat qilamiz. Irkutsk shahrida qanaqa ishlar, nimalar, dokumentlar, bo'lgan nima savollar bo'lsa bemalol yozishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha inshaalloh video qilib chiqaramiz o'shanga yarasha. Do'stlar, birodarlar, bugungi smenimizni ham tugatdik. Xudo xolasa soat ham 9 bo'libdi. Yon ko'chada kechki payt. Biz uyga sekin suramiz endi. Общий 11.000 probegimiz 240 km yuribdi. 240 kilometrga 11.000 pul ishlayapmiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonatlar. Assalomu alaykum.